7 milyon bo'ldi. Ha, gap. Bor beraki. 700 ming so'm o'g'rinmay bering, bor bering. Bor baraka sotildi mana. Oldi bering. Ko'rmayman, oldi bering. King Otang mana baraka. bor baraka. Ketdi baraka. Olindimi? Yaxshi baraka ko'rsatib. qanchaga ketdi aka? Mana xolos sotildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Charchamayapsizlar? O'tirdik nima gap? Assalomu alaykum yaxshimiz. Bugun hafta kuniga dushanba biz Namangan viloyati Mingbuloq Chamashi Paranda bozoridamiz. Hafta kuniga nima deysiz? Shanba? Ha, shanba. Bugun hafta kuniga shanba. Ha, shanbami? Ya o'zim shanba bordim. Qanchadimda bozor yaqinda keluvdi. Gap sizni. Ya siz qulog'ingiz ketibdi-ya, men tashibman. Bodur bo'lganda mikrofonni suymasa bo'ldi. Nech pul ekan bu? Aka mikrofonda. Nima olib kelasiz? Bu jupa 200 ming. Zotini bilmaysiz-da, choynak emas? Choynak. Jupa 200 ming tuxumda emasmi? Yo'q, endi kiradi. Cho'ja. Dekorativ parandadan boshladik, xudo xolos bu yog'i bozor zo'r bo'ladi, dekanlarning obzorini tomosha qilamiz. Buni rangi juda ham chiroyli. Bu limon ekanda bu. Biz cho'kar ekan mana. Mirami. Gap yo'q, to'la. Sharpanglar degan ekanmiz. Biz bedanapa. Sal buni tikkaligi bor lekin. Sharpang. Kimdan ekan bu egasi yo'q shikara? Sizdan emasmi? Qancha ekan? Nech pul bu? 500 chekan. 500 ming chekan bor, ha? Turklar 100. Bir to'laymi, ikki to'laymi? Makyonlar qo'yapman mana. Makallar tug'yaptimi? Hech puldan makallar. 500 dan kam. Xo'roz mana 500 ming so'm ekan. Qancha qildingiz aka? 100. Makallar tuxumlayapti. 500 ming so'm ekan. 170 ming baho qilinyapti ekan. Nima? Nima? Odam 300 ming. 300 ming so'm, ha? To'layman. Mana 300 ming. Arzon. Xo'roz bor ekan mana. Bu nech pul ekan bu kattasi? Qanchalar? 1 million. 1 million o'rtalama yeriga. Katta xo'roz. Saroydanmi? Oqoyoq. Nech pul deysan? 700 ming sizdanmi? Ha, 700 ming so'm. Baho qildimi? Bo'lyaptimi? 700 ming so'm ekan o'rtalama. To'lagan ekan bu. Chamashi Paranda bozori. Toji ham tikka ekanda, zo'r ekansizlar. Oqoyoq. To'la. Joning sog' bo'lsin. Qonatoyda zo'r bu. Bu ham sharponga kiradimi aka? Nech pul deysiz? 1 million 200 baho qildimi? 700 ming. 1 million 200 ming narx aytilyapti. 700 mingga berilmayapti ekan o'rtalama. Necha kilo besi? 4,5 kilo. 20 may. Cho'jani zo'r o'rtalama. Ay iloji yo'q tushasizda endi. Qo'ying. Xo'roz boqib qoladi emas. Cho'jani zo'r, qalbning qo'riyani zo'r ekan. 700 bermayman. 700 bermayman. Bermaganlarni beringchi, qizdiringchi. Necha shonalar? Endi ertalab bozor, kechki bozor. Pulim bo'lsa. Ya nimaga? Ishlayapsizmi? 200 ming pul beraman, 500 mingga beraman. Boqishni o'zimiz. Bering qo'shing deymiz tomoshabin. Ikki kishi kelishasizlar. Qara, o'ynab qara. Zo'r xo'roz ekan. 500 ming hozir realli baho qilyapti. Ertalab 700 ga bermagan ekanlar. Aka, 500 ming chiqadi, pulim bor aka, bering. Qiziqish bormi boqay aka? Bir sifatga 500 ming. Toptanmisiz aka siz? Bering aka. Qo'shtirlarmi chapcha? Qancha? Yo'q, bunday narsada hazmi kelabsa menga 1 millionga bermagan avlodlarni ham 500 mingga sotishga payti ham bo'lyapti. Men aka, bu narsani so'ramayapman. Yonimda bor pulim bor so'ray. Zeka berdim. Qo'l dushang. Mana o'sha xo'roz. Mana. Xo'roz, Mana. Baraka qiling aka, endi bir ko'ray qizdiraylik aka. Yo'q, 700 mingga baraka bo'lyapti. Bo'lyaptimi? Gap yo'q. Aka bering. Aka mana ko'rmay, men siqim patga 600 ming. Bering, tavakkal qilib bo'laymi. Martga savdo bo'ldi aka.
Aka, mana Ey, shu bo'lsa ham mana zo'r savdo qildi. O'zimga tan deyapti. Ushlang aka. Qara. Oldi bering. King Oting mana baraka. Bar baraka. Ketdi Voy, ko'rmay qoldim. Olindimi? Yaxshi Baraka ko'rsatib. Qanchaga ketdi aka? 680 ga. Gap yo'q. Joning sog' bo'l. Barakasini bersin. Like bosib qo'yasizlar mana. Ko'tarimda kellalar. Kallalar ha, mana. Jo'jalik ekan. Sotildi mana. Gap so'z yo'q. Barakasini bersin. 20 may. Ya'ni o'rtoqlar, like bosib qo'yasiz o'rtoqlar. Nechi pul aka bu? $100 ha, baho qilishdimi? 700 ming qo'yingchi aka. $100 narx aytilib, 700 mingga berilmayapti. Gap yo'q. Palon g'o'roz ekan. Bu qaysi oy aka? 16-aprel. 16-aprel. Jonim sog' bo'l. Biroz qarang, tikka turaveraylik. Bugun dushanba o'rtoqlar. Mana shu yerda dushanba, payshanba, shanba kunlari bozor. Bu necha pul bunisi qorasi? 900. Qancha baho qildi? Har xil. Qaysi oy edi bu? Necha pul ekan bu? 1,5 million. 1,5 million sizami? Chekami bor. Chekami. Qancha baho qilishdi? Hozir mana shakalar 1,5 million berishyapti, bermayapti. 1,5 million. Bu 1,5 million baho qilingan xolos emasmi? O'shami? Siz oladingizmi? Bozorda portlatgan xolos. Ko'tarincha ekan-da, ushtungizni qisib beraman. O'zi, ha, o'zi. Ha. Joning sog' bo'lsin. Aprel jo'ja. Ha. Saroylik bolalar ekan-da? Ha. Boshqa. Shant. Ha. Yuzdan tanimayapsizmi shantligini? Ya. Bataninim qo'rasizlar men. Sal saraqlab qoladi. 500 mingga bermayapsiz. Gap so'z yo'q. Yaxshi kelayotgan xolos. Mana shu odam bozorda kun bermayapti o'rtoqlar. Haqida turishi ham o'ta chiroyli ekan-da buni. Yaxshimi yo'llar aka buni? Bomba. Ha, zo'r. Aka ba'zan so'raydim, jon aka, qisib turib videoga bo'lay, jon aka. Nech pul bu? 500 ming kam bor. 500 ming kam bor, ha? Qaysi oy edi bu? May. May oyida chiqqan ekan. Nech pul so'radi sir bo'lmasa? Narxda so'rashyapti. Qancha 250 ga 270 qilishyapti. Ha. Odatiy holatda so'rashyapti. Ozod holatda so'rashyapti. 200 ming, 250 ming. Sabr 20 ga qarov kerak xolos. 20 kun qoldi, ha, bir qarab olib, mehr berib olish kerak ekan. Haftada yuribdi-da. Yaxshi kerak ekan bu. Rangirolar, oyoqlari ham chaqqon kerak ekan o'rtoqlar mana. Pulaga mana shu. Sizdanmi? Necha pul deysiz? 1 million. Bir to'lagimi bu? Necha pul baho qildi? 300 ming so'm, ha? 300 ming so'm so'rashibdi. Zoti nima bu zoti? Bilmaysiz. Ota bilmaysiz, ha? Kilogrammi qancha? 4 kilo bormi? 4 kilo atrofida keladi xolos. Yaxshi kerak. Mana xolos. Haqida ko'ramiz biz. Ha, bunisi qancha bunisi? Bunisi bilmaysiz, egasi yo'qmi? Bunisi qancha? 800 ming. 800 ming so'm. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Buni 800 ming so'm ekan o'rtoqlar. Bozor bo'ldimi aka? Qancha? 250-300 qilishyapti. 250 ming, 300 ming qilishyapti. Bir to'la aka bu, ha? 4,5 kilo keladilar, ha? Xudo xolasa. Koreya. Necha pul aka bu? Buni oldik, ha? 900. Qancha? 900 ming kam bor, ha bunisi, ha? Necha pul bu? 600 deyapti. 600 ming so'm. Qancha qilishdi? 200 ming beryapti. Beryapsizmi 200 ming so'm? Qo'shib bering aka. Tuxum o'rnini beryapsiz ekan. Kichkinada, usta. 200 ming so'm. Katta olganda 400 ming. Picha qo'shsa berasizmi? Qo'shang picha qo'shib bering menatiga. Bu yerdan kelganmiz, yo'q bu yerda. Bu 200 da xo'rak bo'ldi, beraveradi aka to'g'risi. Yo'q, 200 mingga katta xo'razam shu. Beradi. Bozor bu. Bozorda beraveradi. Beradi, 150 mingga ham beradi aka. Nega 150 mingga ham beradi? 600 ming so'm narx aytyaptilar. Yerga ham deb qo'yingchi, qochib ketmasa kerak deb ko'rish. 600 ming so'm narx aytilyapti. 200 mingga berilmayapti. Hali bola cho'ja ekan aka, bu. Bola cho'ja. Gap yo'q. Bermadingizmi? 700 ming. 700 mingga chiqdi mana o'rtoqlar. Nemis. 1,5 million bergan xolos. Bugun choptama bilan turib chiqsiz-a, pattaga. Yo'q, xudo Aka ham deb ko'ram aka. O'rta qilmang buni. O'rtamiz endi. Nega qarang? Meni kamil bilyapti. Shuncha odam hammasi parvozlar aytyapti. Nega qarang? Parvozni bir-biriga. Bor beraki. 700 ming so'm o'rinmay bering, bor beraki. Bor baraka sotildi mana. Bor. Astaka. Yo'q,
Qora haftanasi. 2 million bersak Ana o ham 700 ga sotildi. Sotildi qaysi biri? Mana xolos sotildi. 1,5 million narx aytilib 700 mingga. Endi o'rta yarim ekan. O'zaro savdo qilishdi mana. 7 million bo'ldi. Ha, gap yo'q, gap yo'q. Buradaglar so'mga qildi. Sizdan emas bu? Sizdanmi? Donasi ya, bu qanaqa yovvoyinmi? 120 ming so'mdan. Ovlab kelingan. Behazil qanday olingan? Yomon ekan. Bu tuxumga kirmaydimi bera? Yo'q, bahorda kiradi. Ish puldan berasiz. Real. 50 ming ekan bog'lar. Oqlar 50 ming ekan bora. Ular qanchadan berasiz? 80 ming. Chiqqanda shunaqa yo'q. Bo'ladi yana. 150 mingga uchun bermaysizmi? Yo'q. Ular qo'razmi? Bitta so'na Ona bitta so'na ketmoqda gap yo'q. O'rtalar juda chiroyli bo'lar ekan yo'q. Juda ajoyib bo'lar ekan gap yo'q. Bilmaysiz, gap so'z yo'q. Hech pul bo'lmadi qo'raz. Qo'raz 100 ming. Bular ha? Hakiyan tuxumda jupi 600 ming kam bor. yo'llarimda olmaysiz kecha. Olaman, nech pul quyon? 35 mingdan. Quyon 35 mingdan dorasiz. Yosh quyonchalar ekan, gap so'z yo'q. Kaptarlar qanaqa kaptarlar? Kattarlar 15 ming. 15 mingdan 50 minggacha tanlab olishi. Jo'rada qo'llar. 6 soat 7 soat jo'dan kaptarlar ekan, gap yo'q. Qish bozorda ham tomosha qilib qo'yaylik. Aka, karellalarni zo'r kelibdimi aka? Nech puldan karellalar bular? Jup 300 ming so'm. Qorasini endi ko'rishim yo'q o'rtoqlar. Asalapan ichida sizlar yaxshi ko'rmayotgan bo'lishi mumkin, lekin juda ham zo'r. Gap so'z yo'q. Yaxshi moda kelib qoladi. Nega? Mana shu modadan Merab ishlarimiz. ancha bo'ldi. Oyna qarangidan bo'lib beradi. Ha, nima? Kim odamdan qo'rqdim. Meradushkalar. Meradushkalar ishlab turgan katta 250 minggacha jupi. Jupi 250 ming. O maskalar ko'rdingizmi? Lutina, maskalar 350 ming. 350 ming jupi. Bular jupi 300 ming. Dubayskilar. Dubay kanarlar 150 dan 350 gacha yoshiga qarab. yoshiga qarab ha. Yoshlar qolmadi. Kattalardan ham 3 ta qoldi. Hozir 3 ta sotildi, 2 ta. Gap so'z yo'q. Bozorda orada syomka qilyapmiz, kamroq qolibdi qushlar, lekin hamma apparaturalari bor. Mahsulot tuxum qo'yadigan, hamma qushga don, dori-darmon Qanaqasi kerak bo'lsa uyda bor. uyda bor. Ha, gap so'z yo'q. Telefon nomerimiz 93 Aha. 403 Aha. 3720. 3720 shu raqamda bo'ladilar. Bemalol aloqaga chiqib qo'rasizlar. Gap yo'q. Like bosib qo'yasizlar.